Ukam chertma hijomani men tushuntirib bermoqchiman-da. Chertma hijomi shu qo'rqinchli, og'ruli deb o'ylashyapti-da. O'shanga keling, chertma hijomani hammasini to'liq tushuntirib beray sizga. Chertma hijomi bor aslida nimalarga foydaligini ham bilishmayapti-da. Bosh og'riq, davleniya, cherpnoy, migren sababsiz bosh og'riqlar, ko'rinish qo'rqinchli bo'ladi, tushunasizmi? O'zi umuman og'rimaydi. Ko'rinish to'g'ri videolarda qo'rqinchli bo'lishi mumkin, lekin umuman og'rimaydi. Kitoblar, eski kitoblarda nashtar hijomi ham deyiladi. Tinimsiz dori ichib yuradi. Shularga zo'r ta'sir qiladi. Nega? Chunki qon aylanishini yaxshilaydi miyada. Kuni bilan ishlab kelib uyga borib yotadi. Dam olgandan keyin qulog'i shang qilib turaveradi. Yengillari bor, o'rtalari bor, og'irlari bor. Muhammadjon aka, chertma hijomi aslida nima? Chertma hijomi deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Xo'p, chertma hijomani ko'pchilik videolarda ko'rgan. Chertma hijomi mana shu peshonadan qon olishi nazarda tutiladi. Chertma hijomi peshonadagi vena qon tomirlaridan chertib olinishi nazarda tutiladi. Kitoblar, eski kitoblarda nashtar hijomi ham deyiladi. Oddiy hijoma bilan chertma hijomining nima farqlari bor? Oddiy hijoma bilan chertma hijomining farqi, oddiy hijomida keng tarmoqli bo'ladi. Masalan, bosh qismi uchun yelka, qo'l, barmoq, bel, tos, oyoq va muskul bor joyda hamma joyga hijomi qilsa bo'ladi. Lekin chertma hijomida faqat bosh qismidan olinadi, ya'ni peshona qismidan chertma hijomi olinadi. Chertma hijomining foydasi boshqa, bonkali hijomining foydasi boshqa. Ikkalasi ikki xil muolaja hisoblanadi. Chertma hijomi kimlarga kerak bo'ladi? Aynan qanday muammolar bor insonlar chertma hijomi olishi kerak? Chertma hijomi o'zi aslida hamma olsa bo'ladi. Masalan, profilaktik uchun, o'zini qonni suyultirish uchun, masalan, yoki qon aylanishini yaxshilash uchun olsa ham bo'ladi. Lekin aynan shu insonlar yoki shu bemorlar olsa yaxshi ta'sir qiladi. Masalan, bosh og'riqning yengil, og'ir, o'rta turlari hammasi. Davleniyani ham qon bosimi baland, masalan, standartli 120/80 bo'lsa, unda shular ham masalan 120/80 da, lekin bosh og'riydi. Shular ham olsa bo'ladi. Keyin cherpnoy davleniya bor. Bemalol olsa bo'ladi. Migrenni ham biz ko'p chertma hijomi qilamiz. Og'riqlari ularda ham turlari bor. Masalan, 1-stepen, 2-stepen, 3-stepenlari bor. Masalan, 1-stepenlari bir haftada 2 marta yoki 3 marta yoki havoga qarab bo'ladi. Masalan, 2-stepenlari masalan bir haftada 3-4 marta og'riydi. Ular ham havoga bog'liq. Masalan, magnitning bura deydi. Havoyimiz masalan Toshkent havosi sal aynib qolsa yoki bulutli havo bo'lsa yoki yomg'irli havo bo'lsa bildirib qo'yadi u ham. Migrenlarni, boshlarning og'rishini bildirib qo'yadi. Xo'p, 3-stepen, migrenning 3-stepenlari, men eng kuchli migrenni bir haftada 7 kun og'riydiganini ko'rdim. Ular ham olsa bo'ladi masalan. Bosh og'rig'i tinimsiz dori ichib yuradi. Shularga zo'r ta'sir qiladi. Nega? Chunki qon aylanishini yaxshilaydi miyada. Qon bosimi siqqanning hisobiga qon chiqib ketadi. Pastdan butun tanadan qon yetib borganning hisobiga qon zo'r aylanadi. Qon suyulashadi. Yana kimlarga olsa bo'ladi? Masalan, quloqda shovqini bor odamlar. Kuni bilan ishlab kelib uyga borib yotadi. Dam olgandan keyin qulog'i shang qilib turaveradi. Ularning ham turlari ko'p. Yengillari bor, o'rtalari bor, og'irlari bor. Juda ko'p og'riydiganlari bor-da, masalan. Og'rib turib shang'illaydi. Og'rib qoladi, shang'illash kuchayadi. Ikkinchisi boshda g'um. Masalan, davleniyasi yaxshi, 120/80 me'yorida, xotirjam yoki asabiy emas. Shunaqa odamlarni ham ko'rganmiz-da, lekin boshida g'um bor. Xuddi boshining ichida endi tushuntirib berishadi bizga qanaqa holatlar bo'ladi. Bosh g'um bo'lib turadi. Xuddi ko'chaga chiqqaningizda havo bulut bo'lgandan keyin shunaqa g'um bo'lib qoladi. Shunaqa odamlarga ham zo'r ta'sir qiladi. Qisqa qilib aytganda, bosh og'rig'ini har qanaqa turiga qilganmiz. Yangi, eski, zamonaviy, eski usullarning hammasiga foyda beradi. Muhammadjon aka, chertma hijomi seansi qanday o'tadi? Ya'ni jarayonlari. Xo'p, chertma hijomi odatda 10-20 daqiqa davom etadi. Birinchi navbatda bemor toza maxsus xonaga kiriladi. O'sha yerda o'tiradilar. O'sha kresloyimiz, joylarimiz, hamma narsa tayyor bo'ladi. Individualni kelib o'tirishadi. Biza maxsus sterillangan, ya'ni o'sha apparatlarimiz,
mahsulotlarimiz hamma narsani tayyorlab olamiz. Одноразовый, ya'ni bir martalik mahsulotlar ishlatiladi. O'sha ko'zlarning oldida hammasi ochiladi, oldilarida tayyorlanadi apparatlar. Va o'sha jarayonida birinchi navbatda o'sha o'tirgandan keyin o'sha sochuv bor, sochuvda siqiladi bo'yin qismini. Chunki bosim bo'lishi kerak. Bosim bo'lgandan keyin o'shalarning hammasini tushuntiramiz. Tushuntirganimizdan keyin birinchi navbatda peshanada vena topamiz. Vena qon tomirini topamiz. Shu eng muhim, birinchi navbatda turadigan narsa shu, vena topish. Topganimizdan keyin masalan bitta, ikkita, uchta topishimiz mumkin. Holatga qarab jihozlarimiz bilan teshiladi peshana. O'shanisiga e'tibor beraylik, peshana teshiladi. Kesilmaydi, teshiladi. Ko'pchilik o'ylar ekanki, o'sha venani kesib yuboradi deb. Yo'q, kesilmaydi. U kesib yuborish noto'g'ri bo'ladi. Venani faqat teshiladi. Xo'p, teshilgandan keyin ozgina bir 2-3 daqiqa, 5 daqiqagacha cho'zilishi mumkin. Qon chiqib turadi. Qon chiqadi. Inson o'zi biladi, yengillashadi. Masalan, tasavvur qiling, 200-300 gramm chiqib ketsa, qanaqa yengillashadi. Bemorlarimiz o'zi hayron qoladi-da, masalan. Boshimda shuncha qon bormi deb. Endi ular o'ylashadiki, faqat boshda deb o'ylashadi-da. Tananing hamma joyidan chiqadi-yu, o'shani hisobiga. Va chertma hijomani o'sha o'zi sekin qon kamayadi yoki o'zimiz to'xtatamiz yoki o'zi to'xtaydi. Xullas tugaydi. Tugagandan keyin sochuvlarni olib tashlab, qonni tozalaymiz. Iltimos e'tibor beringlar, maxsus sterillangan одноразовый narsalarni tozalab, hamma narsani qilib, o'sha qismiga maz suramiz, maxsus mazlarni surib, lekoplastrni yopib qo'yamiz. O'tiradilar. 5-6 daqiqa o'sha divanga borib o'tiradilar. Keyin ularga suv, shokolad beramiz. Holatlarini yaxshiliklariga ishonch hosil qilganimizdan keyin uylariga javob beramiz. Muhammadjon aka, chertma hijomi orqali sizda eng esda qolarli holatda qanday natijaga erishgansiz? Chertma hijomida bitta ayol bor, 4 yil oldin bo'lgan. Yoshlari 50 yosh atroflarida. Xo'p, shular 10 yildan beri qiynalib yurar ekanlar. Bizga murojaat qildilar. Endi kuchliligini sizlarga qisqacha tushuntirib, tasvirlab beraman. Tasavvur qiling, bir haftada 7 kun bor, bir kunda 24 soat bor. 24 soatda har soatida bitta snipar yoki bitta trimol shunaqa dori ichib yuradilar. Har soatda ichib yurardilar, bizga murojaat qildilar. Biza yaxshilab tekshirdik. Kerak bo'lsa MRTga men tushishlarni tavsiya berdim. MRTga tushib keldilar, chunki ularda menga shunaqa tasvirlab berdilarki, kuchli bosh og'riq. 10 yil davomida har kuni soatlab dori ichganlar-da. Keyin MRTga tushib keldilar, miyalarida kista bor ekan. Migrenlari ham bor edi. Shularni chertma hijomi qildik. Qisqa qilib aytib beraman. Videolari ham menda bor. 600 gramm qon chiqqan miyalardan. Bir martada bitta teshganimni hisobida. Ko'p teshmaganman, 2 yoki 3 marta teshmaganman. Bir marta teshganman. Tugatdik. Xolam hayronlar. Hali nima bo'lganini ham o'zlari his qilmayaptilar. O'shandan keyin chertma hijomi qilib bo'ldik. Hamma narsani mazla yoki tugatib, lekoplastrni yopib, hammasi chiroyli bo'ldi, ketdilar. Keyin men yaxshi narsa sezganim yo'q ularda. Yaxshimisiz? Yaxshiman, yaxshiman bo'ldi, hammasi tugadi, ketdilar. Keyin bir 2-3 kundan keyin menga telefon qilyaptilar. Bolam shunaqa deyaptilar. O'sha menda endi sezilyapti. Ertasi kuni o'zi chertma hijomi qilingan zahoti ham 70 ga 30 tasavvur qilaylik. Masalan, o'shani ham tushuntirib ketay. 70% ertasi kuni uyqudan bitta o'chib yonish kerak deb perezagruzka deydi kompyuterda. Bitta o'chib yonish kerak. Ertasi kuni bitta uyqudan turgandan keyin 70% odamlarda bilinadi. 30% odamlarda chertma hijomi qilib bo'lingandan keyin bilinadi-da. Tushunyapsizmi? U odamda sezgan, birinchi ertasi kuni sezgan, yana ishonmagan, yana ertasi kuni kutgan, yana foyda bo'lgan, sekin-sekin kundan kunga foydalar bo'lib ketaverganda. Xullas 3 kundan keyin menga 3 kunmida, 4 kunmida xullas oralig'ida menga telefon qildilar. Minnatdorchilik bildirdilar. Juda effekt zo'r. 4 kun, 3 kundan beri umuman dori ichmayman dedilar. Endi 4 yil oldingi gapda. O'zlari ham videoda ko'rishlari mumkin. Rezultati o'shanda mana 4 yil bo'ldiki, har doim o'shalar bilan bog'lanib turamiz. Boraman deydilar, oldingizga kelib bitta chertma hijomi qilib ketaman deydilar, lekin boshim og'rimayapti, dori ichmayapman, mazza qilib yuribman. Menga shunaqa deb murojaat qiladilar.
boshingiz og'rimayotgan bo'lsa kelishingizga hojat yo'q deymanda. Shunaqa. Eng yaxshi rezultatim o'sha deb bilaman. Endi juda ko'p chertma hijoma qilganman. Yuzlab, o'nlab, minglab shu intervyu berishdan oldin men yaxshilab hisoblab chiqdim. Deyarli 10 mingtadan shu chertma hijoma qilib qo'ygan ekanman. O'shaning uchun har kuni har bir bemorimizda yengillik bo'ladi. Rezultatlar bo'ladi. O'shaning uchun eng esda qolganligi shu. Lekin ko'p, xudo xolasa men YouTube davomida zo'r voqealarni bo'lgan ajoyib rezultatlarimizni tushuntirib, qisqa etib sizlarga ulashib boraman. Aziz yurtdoshlar, kimda bosh og'ruv, davleniya, cherpnoy, migren, sababsiz bosh og'ruvlar, quloqdagi shovqin, boshdagi g'um, bosh qismidagi har qanday og'ruvlarga bemalol doktor Muxtorov klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Nomerlarimiz pastda hammasi yozilgan. Men qo'limdan kelgancha sizlarga yordam berishga harakat qilaman. Tabiiy usullar bilan sizlarni davolaymiz. Ketsa 20 minut vaqtingiz ketadi. Yillab og'rib yurishiga boshinglarni ham qiynamanglar, o'zinglarni ham qiynamanglar. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Har kuni xizmatinglardamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.